Nima uchun shuncha kompaniyalar ichida aynan Faberlikni tanladim? Faberlikni tanlashimdagi sabablar. Birinchisi, O'zbekistonda yagona Faberlik kompaniyasi 18 yildan buyon faoliyat yuritadi. Ikkinchisi, qonuniy va halol. Uchinchisi, staj bor. To'rtinchisi, bola puli bor. Beshinchisi, bir yilda bir marta har yili sizni eng zo'r davlatlarga chet elga sayohatga yuboradi. Oltinchisi, siz Faberlik kompaniyasini mahsulotlarini arzonga olib ishlatish imkoniyati bor. Yettinchisi, Faberlik kompaniyasini mahsulotlari universal, sog'lig'ingiz uchun kerak bo'lgan batlar emas, hamda kosmetika, moyishlik sredstva, kun bo'yi ishlatadigan har bitta mahsulotingizni siz kompaniyamizdan topishingiz mumkin. Sakkizinchisi, uyda o'tirgan holda buyurtma berib, uyda o'tirgan holda buyurtmangizni olishingiz mumkin. To'qqizinchisi, pulni, oylikni o'zingiz baholaysiz. Ya'ni katta pul topish ham o'z qo'lingizda. 10-si, vaqt soati belgilanmagan. Xohlagan vaqtingizda uy ishlaringizdan ortgan holda ish olib borishingiz mumkin. 11-si, sifatli mahsulotni arzonga olib ishlatasiz hamda uyda o'tirgan holda yaqinlaringizga ham sifatli mahsulotlarni ulash orqali ustidan daromad ko'rishingiz mumkin. 12-si, siz ham uyda o'tirgan ayollarimizni pul topishida yordam berishni xohlasangiz, kompaniyamiz tomonidan oylik ham olishingiz mumkin. 13-si, kompaniyamizdan siz mahsulot olib sotganingiz uchun sovg'alar bilan ham ta'minlab borasiz. 14-si, Faberlik kompaniyasida oylikdan tashqari rag'batlantirish bonus pullarini ham olasiz. 15-si, mahsulotlari juda ham arzon. 16-si, oylikdan tashqari, bonusdan tashqari yana qo'shimcha bonus pullarini ham olasiz. 17-si, ofis rahbari bo'lish. Sanab sanog'iga yeta olmagan kompaniyani siz ham tanlagan bo'larmidingiz? Hoziroq kommentariyaga yozib keting.